Dell Technologies, SAP va MailChimp kompaniyalarini milliardlab dollar bozor bahosidan tashqari yana nima bog'lab turishini bilasizmi? Ular barchasi bootstrapping orqali boshlangan. Etiklarni mahkam bog'lab ishga kirishish, ya'ni bootstrappingda startaplar o'zlarining mablag'lari, networki hamda qo'lda mavjud imkoniyatlariga tayanib ish boshlashadi. Bunda ular investorning mablag'iga emas, faqat o'zlarining mavjud resurslar bilan faoliyatlarini davom ettirishadi. Bunday yondashuvning yaxshi tomoni, asoschilar kompaniyadagi o'z ulushini uzoqroq vaqt mobaynida saqlab qolib, PMF ni topishgach, yana ham katta bozor bahosida investitsiya qabul qilishadi. O'z salohiyati va networkingga ishongan asoschilar uchun bootstrapping bu startap boshlashdagi eng tezkor va tejamkor yo'l bo'lishi mumkin. Sizningcha, startap bootstrapping orqali rivojlangani yaxshimi yoki pre-seed bosqichdagi investitsiya bilan? Izohlarda yozib qoldiring.